o'quvchilar, bugun o'tadigan mavzumiz video dars haqida ma'lumotlar berish. Video dars bu ma'lumotlarni video shaklida tushuntirishga asoslangan o'qitish usulidir. Bunda o'qituvchi yoki mutaxassis ma'lum bir mavzuni tasvir, ovoz va ko'rgazmali vositalar orqali bayon qiladi. Video darslar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham shakllantirishga yordam beradi. Video darslarning afzalliklari. Video darslarning bir qator ijobiy jihatlari mavjud. Istalgan vaqtda ko'rish imkoniyatini beradi. Murakkab mavzuni vizual tarzda tushuntirish, qayta ko'rish orqali bilimlarni mustahkamlash, masofadan turib o'rganish imkoniyatini beradi. Video darslarning kamchiliklari. Shu bilan birga video darslarining ayrim kamchiliklari ham mavjud. O'quvchining passiv bo'lib qolish ehtimoli, amaliy mashqlar qilinmasa bilim yetarli darajada shakllantirmaydi. Texnik darajada internet va texnik vositalarga bog'liqlik noto'g'ri tanlangan darslarni vaqt yo'qotishga olib keladi. Video darslarning samarali foydalanish. Video darslardan maksimal foyda olish uchun quyidagi jihatlarga e'tibor berish kerak. Darsni diqqat bilan tinglash, tushunishga harakat qilish, muhim joylarni yozib borish, ko'rilgan mavzuni amalda sinab ko'rish, darsning zaruriy bo'lsa ham qayta ko'rish. Xulosa qilib aytganda, video darslarning zamonaviy ta'limining muhim vositalari hisoblanadi. Ular o'quv jarayonlarini qulay va samarali tashkil etish yordam beradi. Biroq video darslarning to'g'ri va ongli foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bugungi mavzumiz tamom. E'tiboringiz uchun kattaga rahmat.